Doktoramda hakikaten Xitayninki qandaq tarix burmalaydiganligini hammamiz bilamiz. Bu hakikaten bunchilik cho'ng katta ajrning natijasida ro'yobga chiqqan bu kitob. Oxirida savolimning oxiridan bormi boshqa tillarga tarjima qilish masalasida. Sizcha shu Xitoyning tarix burmalash harakatiga qandaq bir akademik qo'rg'on bo'ldi deb qaraysiz? Endi men ilki eserim mundaq akademik qo'rg'on bo'ldi. Mundaq mustahkam qo'rg'on deb ilki men o'zim kesib aytolmayman. Buni qanday qo'rg'on bo'ldi deb aytquchi o'qirman. Anadagi Musaning tadqiqotchilari. Bu asardagi o'ttirib qo'yilgan ko'z qarashlar, nuqta nazarlar, asarning ilmiyligi, ilmiy quvvati, shundaymi? Fakt asosi, material asosi, manba asosi, tadqiqot metodologiyasi qatorliq nurg'un o'lchamlar bor. Bu o'lchamlar xalqaro akademiya o'lcham bo'yicha belgilandi. Agar men buni bir hissiyotlar to'plami qilib yozib chiqqan bo'lsam, o'zimning sabiy yoki yuzaki yoki bir taraflamalik tushunchalarimning to'plamini yozib chiqqan bo'lsam, manbani ko'rsatmay, u ayrim masala bo'ladi. Uni xalqaroga chiqish tez bo'ladi. Endi inshaalloh bu kitobninki boshqa cho'ng tillardagisi tayyor nusxalari atogin inshaalloh pat yaqinda ko'rishni boshlaysizlar. Necha xil tillardagisini ko'rishni boshlaysizlar. Xudoyim bo'lsa, Alloh nasib qilsa, az qoldi. U vaqtda xalqaro akademiklar bu kitoblarga yangidan baholab chiqadi. Ben şu sualimning oxirida bo'lganki programning oxirida aslida bu kitobning xabari chiqqan vaqtda mesela Slavyan yoziqida beslashga boshlaganligini angladim. Buni boshqa inglizcha, turkcha degandek boshqa tillarga tarjima qilinishiniki bizning da'voyimiz uchun intayin muhim ekanligi haqida bir savolim bor. Siz uchun chiqardingiz, demak bu xizmatlar bo'lyapti degan. Albatta bu xizmatlar bo'lyapti, chunki bu Uyg'ur tilidagi kitob faqat Uyg'ur o'qirmanlar uchun. Ikkinchi biri biz bu kitobni bundoq chiqqan chog'da keyingi avlodlar uchun qoldiryapmiz buni. Xo'sh. Chunki bu bizning bu davr bilan tugamaydi bu. Keyingi avlodlar o'qiydi, foydalanadi. Tarixni o'rganguchilar, tarix qiziquvchilar, tarix haqida o'ylanguvchilar, o'z millatining taqdir fojialariga ko'ngil bilguchilar, uni o'ylag'uvchilar, u o'zi o'rganib, uningdan foydalansa, u o'zining qanday yakun chiqarsa o'zining ishi. Biz shuning hammani mumkin qadar obyektiv yoritib berishga, to'g'ri yoritib berishga tirishdik, faktli yoritib berishga, o'qirmanning aql iqtidori, tushunish iqtidori uni qanday qabul qilishini belgilaydi. To'g'rimi? Agar bu roman bo'lgan bo'lsa, u romanni yana oddiy o'qirmandan tortib o ayrım tushunadi. Bu bir ilmiy asar. Farqli taraf. Endi siz degandek bu asar endi O'rta Osiyoda bizning necha yuz ming Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Masalan, Qozog'istonning o'zida davlat statistikasi bo'yicha 300 ming. 5-6 yilning oldida 246 ming deb atagan Sovet ittifoqi yiqilgan 1989 yillarda Qozog'istonda 181 ming Uyg'ur bor deb Sovet statistikalarida shunday e'lon qilingan edi. Afsuski hozirgacha bu 30-40 yillardan buyon aran ular 300 ming deb e'lon qilinibdi. Ammo nurg'unlagan yerlik tadqiqotchilarning shu yerda Qozog'istondagi Uyg'ur olimlarining ko'rsatishicha amaliyotda bu son uningdan ko'p bo'lishi mumkin deydi. Hatto ba'zilar 500 ming u bu deydi, lekin uning fakti ayrim masalamdi. Meylamda Qirg'izistonda hukumat statistikasi bo'yicha 60 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Osh, Jalolobod qatorliq bu Janubiy Qirg'izistondagi asli o'zbekligi singib ketgan, o'zbeklashib ketgan koni qashqariylik Uyg'urlarni hisobga olsak, u 60 ming degan sanoq texmi ko'payib ketdi. Albatta. O'zbekiston davlatida bo'lsa, hukumat dastlabda 20 necha ming, keyin 19 ming, keyin 30 ming degan sonlarni e'lon qildi. Uyg'ur madaniyat markazlari 60 ming degan sonlarni e'lon qildi. U yerda agarda Farg'ona vodisidagi 19-asrning 60-yillargacha ko'chib chiqqan Cho'qon Valixonov o'z xotirlarida e'lon qilgan 300 ming Qashqarlik, u chog'da Qashqarlik deydi. Uyg'ur degan atalg'ini ishlatmaydi. Qashqarlikni hisoblaganda ular ko'paysa, davomli 1878-yilda Yoqubbek davlatining yiqilishi bilan Manju Xitoy qo'shinlarining o'chilishidan qo'rqib qochgan Uyg'urlar, minglab Uyg'ur qochgan. 1910-20-30-yilgacha Uyg'urlar har yili Farg'ona vodisi sobiq Sovet ittifoqi shu vaqtda O'rta Osiyoga yozda medika bo'lib chiqadi. Top insonlar, nurg'unlar qolgan. Shu buning ichida xalqning nurg'un naqshlari va taqilgan. Anjan yo'lida nima degandek shunday bularni hisoblaganda bu keyin o'zbek singib ketgan, Farg'ona vodisi singib ketgan
Uyg'urlarni hisoblasak, O'rta Osiyo rayonida bizning yani Türkistan deb atash kerak degan ideyam o'tirg'i chiqdi hozir. Türkiye resmi Ha, qilyapti. hamda u joyda O'rta Osiyo deb hozirgacha atilyapti, texi 5 jumriyat. Bu yerdagi Uyg'urlarning soni 60-yillar 55-yildan 62-yilgacha ko'chib chiqqan Uyg'urlarni va uning oldidagi Uyg'urlarni qo'shganda bu son bek ko'p bo'lishi tabiiy. Ham shunday joyda hozircha Slavyan yezig'i Qozog'istonda Uyg'ur ma'rifi mavjud bo'lganligi uchun boshlang'ich tartib o'ttir maktabgacha matbuot hammasi bo'lganligi uchun Uyg'ur yezig'i shaklda Slavyan yezig'i qo'llanib kelinmoqda. 47-yil qabul qilgan bu yeziq taxminan mana hozir 80 yil bo'lay dedi. Yaqinda ular balkim latinchaga ko'chidi. Shu yerdagi Uyg'urlarning ehtiyojini nazarda tutib, Qozog'istonda bu kitob Slavyan yezig'ida, ya'ni Kiril yezig'ida chiqishga boshlagan. Hozir 6 tom degidek chiqib bo'ldi ular. Xo'sh. Nashr qilinib bo'ldi. Shuning bilan biz bu O'rta Osiyo rayonidagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi Uyg'ur o'qirmanlarining ehtiyoji, o'qish ehtiyoji qamdilib kelinyapti. Endi bu o'zimizning Uyg'ur tili baribir, qaysi yezikda bo'lsin. Endi buning boshqa tillardagi nusxasi bo'lishi kerak. U hamda muhim. Kitobning ingliz tilidagi nusxasi dunyoga chiqishi kerak. 13 tom asar ingliz tilida dunyoga chiqsa, Uyg'urlarning mukammal 13 degan tom turk tilida chiqsa, buni turk tilidagi nurg'un mutaxassislarning, tadqiqotchilarning hammasi ko'ra oladi, foydalanadi. İngliz tilida bo'lsa, butun dunyodagi tadqiqotchilarning hammasi foydalanadi. Bundan kim bo'lsin? Rus tilidagi nusxasi bo'lsa, bu rus tillik devletler, cumhuriyetler, Orta Asya devletleri ve başka yerdeki tədqiqatçılar hammasi foydalanadi. Albatta bunun Yapon tilidagi nusxalari bo'lishi kerak. Bu vaqtda ko'p xizmatlar qilinyapti, ishlanayotdi. Ko'p ba'zi uning natijalari maydonga keldi, ba'zilar tarjima qilinib bo'ldi, tahrirlanib bo'lindi, ishlanib bo'lindi. Bu bitta. Bu inglizcha yoki boshqa tildagi tarjimasi yana yangi bir ijodiyat. Demişken onu nokul tercüme qilgan olmaydı. Onu yani qaytadan tuzitib chiqishga, birma-bir onu selishtirishga, analiz qilishga, atalg'ularni to'g'rilashga, xalqaro akademiya o'lchim bo'yicha har bir iboralarni to'g'rilashga to'g'ri keladi. Ba'zi narsalarni to'liqlashga to'g'ri keldi. Shunga biz Uyg'urchada deyilmay qolgan, to'liqlanmay qolgan gaplar buning inglizcha va boshqa tillardagi nusxasida ko'p narsalar to'liqlandi. 30% lab uçurlar to'liqlandi. İnşallah 2026 yılı bizning g'albilik bir yilimiz bo'ladi bu asarlar ana shu bir qancha xil tillarda bu xabarlarni ko'rishlan degan umiddaman. Yani uning tafsilotini keyin ayrim so'zlashsak. Albatta. Hakikaten belki gayet zor bir ish ya. Ko'p rahmat inşallah. Bunun ajr singdirgan mayli u tarjima boshqa tillarga qilingan xizmatlar. Hem de qo'shim chiqib qo'ysam bo'ldi, bu ishlarning hammasini yani o'zim qilaman. Bu tarjimaning ishimi qaysi tillarda bo'lsin, boshdan oyoq albatta bunga yordamlashayotgan odamlar bor. Lekin yani hammasi tekshirish, hammasi o'qish, pashin-pash chekitma-chekit o'qish, o'rganish, o xato tarjima qilinib qolmaslik, tuzitish, to'liqlash, hammasini uning yana chiqimlarini hal qilish, manbalarni tepish, yordam qilish hammasi yani o'zim zimmamga olgan. Yalnız Uyg'ur tilidan emas. Biz demek bir yerde gayet zor bir nimdeyimiz, küçümüzü sarf kılavatımız. Allah'a ming şükür aldı bilen bergen güç kuvvetlerine. Demek bizden keç gündüz nurgun vakitlerimiz, şembi yekşembillerimiz, nurgun demeli şükürlerimiz, her bir minutlarımız 30 yıllardan bu yan hazır hem devamlık bana başında kitaplar için ötüdü. Müşnun hayatımız bizden ötüdü. Kitaplı tan qeyravatımız, tan yaşavatımız. Nima degan şerefli hayat yani. Bu biz için şerefli. Elbette. Unda qilmasak eser meydan kelinmeydi, yazılmaydı. Onun İngilizce yoki boshqa tillardagi tarjimalar meydan kelmaydi. Elbette. İşligende keladi. Bunun için yani o'zimiz qilishimiz kerak. To'g'ri. Rabbim hassalab barakat versin.